ko'pchilik kim nima topganini xayrli qilsa, kimdir mehnati bilan, kimdir puli bilan, kimdir boshqa imkoniyati bilan, kim material bilan kelsa ham bu binoni ko'pchilikni qilsa bo'ladi. Hozirgi kunga qadar bir necha yillardan beri biz tashkilotlarda ijarada ishlab kelmoqda edik. Narpay tuman hokimligining tashabbusi bilan bizga yer ajratilib, mahalla hududidan yer ajratilib, hozirgi kunda mahalla binosini qurilish ishlari olib borilmoqda. Narpay tuman hokimligining mablag'lari, homiylarimiz, mahallamizda tadbirkorlarning mablag'larini hashar yo'li bilan homiylik asosida mahalla binomiz hozir 2 brigada ish olib bormoqda. Mustaqilligimizni bayram arafasida Xudo xohlasa mana shu 7-ligimiz yangi binoda o'z ish faoliyatimizni boshlash arafasida turibmiz.